Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim. Eshonbobo osh markazi milliy taomlari muxlislari, hurmatli mijozlarim, aziz aka-uka, opa-singillarim, barchangizni musulmonlarning eng buyuk bayramlaridan biri bo'lmish Ramazon hayiti bilan chin dildan muborakbod etamiz. Barchangiz bizni baxtimizga, oilangiz baxtiga doim sog' bo'lingizlar. Barchangizga bayram muborak bo'lsin, hayit muborak bo'lsin azizlarim. Avvalambor barchangizga mingdan ming rahmat. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bizni kamchiliklarimizga, bizni xatolarimizga ko'z yumib, biz bilan qolganliklaringiz uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh ziyoda qilsin. Barchalaringizdan Eshonbobo osh markazi